Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar uchun go'zalgina, shinamgina xonadon topib qo'ydim. Bu xonadonimizni Toshkent tumani Oltintepa sentridan ozgincha kirganda Xulmozor degan mahallada shinamgina xonadon sotilayotgan ekan. Keling, operator bitta ko'raylik. Mana bitta futbol bor ekan. Yangi remontdan chiqqan ekan. Mana suvlarimiz VIP, internet, gaz, svet, suv hammasi VIP ekan. Keling, operator. Mana bu daraxtlarni qarang, chiroyli qilib ekib qo'yishgan. Mana toklarni ekib qo'yishganini qarang. Keling, operator. Ko'raylik. Mana qarang go'zalligini. Mana anaqa dom pomladan siqilib o'tirgan odamlarga mos joy-ku. Mana anaqa xolisanglar, mana shu joyga olsanglar, kelsanglar, mana tumundan, mana katta tumunni tashlab ketar ekanlar. Keling, operator. Ko'raylik. Mana xonadonimizni qarang, shinamligini o'zimga ham yo'qotdi-yu. Sizlarga nasib qilsin deyman. Mana qarang, hojaxona mana. Mana xonamizni. Mana xonamizni qarang. Yangi remontdan chiqqan. Asosiysi odam uncha yashamagan ham. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qo'limizda bo'ladi, qarang. Mana oshxona bo'ladi. Qarang, yangi remontdan chiqqan. Mana bolalar uchun yotoqxona. Qarang, kengligini odam yayrayapti-yu bu yerda. Keling, operator. Mana qarang. Zar qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Bu yerda odamlar sig'masa, mana qarang, bu yerda ham zar. Qarang, kengligini qarang. Voy, odam maza qo'rayapti-yu bu yerda. Mana bu yerda egalari ana turib turgan ekanlar. Bu yerda ichkariga kirmadik. Bu spalni ekan. Mana shu xonadon sizga yoqgan bo'lsa, like bilan podpiskani ayamanglar obunachilar. Sizlarga ishonaman-ku, likelarni tars urib tashinglar. Maylimi? Pastda egasining nomeri, tepada reklama xizmatlarimiz bor. Bu uyning narxi mana shu 6 sotuvli joyimizni 150 ming dollar deyishyapti. Zo'rmi? Sizga yoqdimi? Pastda egasining nomeri, tepada reklama xizmatlarimiz bor. Mana shu yoqqani qarang. Menga yoqib ketyapti-yu. Mayli, obunachilarimga bo'lsin, to'g'rimi, obunachilar. Mana shu mehnatimizga shuni podpiskani tars urib tashinglar. Hammaga rahmat.